Albatta haq biz bilan bo'lishi mumkin, ammo haqiqat shuki, har doim ham biz bu haqni hayot sahnasida munosib tarzda namoyon qila olmaymiz. Uni odamlar qalbiga yetib boradigan tilda ayta olmasligimiz, amalimiz, axloqimiz va munosabatimiz bilan tasdiqlay olmasligimiz ham mumkin. Ayni paytda botil boshqalar qo'lida bo'lishi mumkin. Ular botilni ochiq oydin emas, haq libosiga o'rab taqdim qiladilar. Ular o'z yolg'onini go'zal so'zlar, jozibali uslub va ta'sirchan vositalar bilan bezab, achinarlisi haq yetish kerak bo'lgan maydonlargacha yetkiza oladilar. Natijada haq orqaga suriladi. Go'yo ojiz va mag'lubdek ko'rinadi. Botil esa shishadi. Go'yo g'olib va ustundek namoyon bo'ladi. Bu manzara ahli haqning qalbida alamni, iztirobni va qayg'uni yanada kuchaytiradi. Ammo faqat alam chekishning o'zi hech narsani o'zgartirmaydi. Shuning uchun to'xtab turishga haqqimiz yo'q. Kelinglar, barchamiz birgalikda harakat qilaylik. Haqni faqat da'vo bilan emas, ilm bilan, o'rganib, o'qib, asoslab, amal bilan, hayotimizda jonlantirib, axloq bilan, go'zal xulq va odob orqali uni himoya qilish va to'g'ri taqdim etish bilan, yetkazish, tushuntirish va da'vat qilish bilan, hikmat, rahmat va basirat ila qo'llab-quvvatlaylik. Shundagina haq o'z o'rnini topadi, qalblar uyg'onadi va haq o'z nurini sochadi. Ana shu paytdagina biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan risolatni faqat til orqali emas, balki hayotimiz orqali ifoda etgan, uning yo'lida mustahkam turgan va unga chin dildan mansub bo'lganlardan bo'lamiz.